Assalomu alaykum. Rahmat. Nima gap Husniddin? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Temur Mahmudova 40 yoshda, kelgandagi shikoyatlari bosh aylanish, boshda kuchli og'riq. Biz tekshirib ko'rganimizda davleniya 190 ga 100. Davleni tushurdinglarmi? Davleni tushirdinglar. 10 ga 70 hozir. Nechida keldi? 4 soat oldin. 4 soat oldin. Hozir 110 ga tushurdinglar. Postepенно sekin-sekin tushirdik, to'g'ri? Молодец. Endi qonni ko'gilgrammalar olgansiz-ku. Olganingizdan ko'gilgramma ko'rib qo'yasiz, agar kerak bo'lsa, qonni ozgina tushirtirib qo'yasiz. Davomini yozib berasiz-da. 1 oydan keyin, 3 oydan keyin o'zlari tekshirib turadi. Asosiysi mana shu sutishni 1 sutkada davleni smart tekshirib qo'yish kerak. Tushundingizmi? Bo'ldi. Keyin ertaga ko'ramiz.